Assalamu alaykum hürmetli televizyon Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinglər bugünkü xəbərlərimizдің təfsilatında bolsun. 13 yanvar Amerika Ana Vatan Bexatarlikni qoğdaş ministerligi va Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 13 yanvardan boshlab Amerikaning 328 kirish eg'izining hammasida Xitoyda lagerlar va turmalarga solingan millionlagan Uyg'urlarning majburiy amgaki orqali ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari va pomidor mahsulotlari qarta tutib qilish buyrug'i e'lon qildi. Tutib qilish buyrug'iga asosan tutib qilinadigan mahsulotlar kiyim-kechak, to'qimachilik, pomidor urug'i, konservalik pomidor, pomidor qiyomi, paxta va pomidordan yasalgan boshqa har qanday mahsulotni o'z ichiga oladi ekan. Import qiluvchilar o'zlari import qilmoqchi bo'lgan mahsulotlarning ta'minlash zanjirining xom ashyo ishlab chiqarish yoki yig'ilish qatorliq har qanday bosqichda majburiy amgakdan foydalanmasligiga mas'ul bo'lishi kerak ekan. Axborot e'lon qilish yig'inida Amerika Ona Vatan Bexatarlikni qo'g'dash ministerligining ministri Kin Kochunni apandi so'z qilib mundoq dedi. Amerika Ana Vatan Bexatarlikni qo'g'dash ministerligi Amerikaning ta'minlash zanjiridagi hech qanday majburiyat amgakiga yo'l qo'ymaydi. Biz Amerika xalqini davomli qo'g'daymiz va majburiy amgakka oid ishonchli ma'lumotlarni tekshiramiz. Majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning davlatimizga kirishining oldini olamiz. Biz Xitoyning lagerlarini taqab, kishilik huquq dafsandichiligini to'xtatishini talab qilamiz. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil 7-oyda Amerika hukumati savdo sohasidagilarga Xitoydagi majburiy amgakka chetishlik bo'lgan savdoning savdo inovati, iqtisodiy va qonuniy xavfi to'g'risida ogohlantirish bergan. Shu yili 12-oyning 2-kuni Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi Xitoy Kommunistik partiyasiga bevosita qarashliq iqtisodiy va yerim harbiy tashkilot bo'lgan atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish biyangtuanidan kelgan paxta va paxta mahsulotlariga tutib qilish buyrug'i e'lon qilgan edi. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasining yuqori darajalik amaldori Mark Morgan apandi so'z qilib mundoq dedi. Shunisi nihoyatda aniqki, Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa etnik millatlarni nishon qilgan bostirish harakatini yurgizyotdi. Bizning tekshirishimizga qaraganda, lagerlarga va turmalarga solinganlar oshu rayonda majburiy amgakka selinyotdi. Mark Morgan apandiyani savdo sohasidagilarga alohida shularni eskartdi. Savdo sohasidagilarga shu aniq bo'lsinki, Amerikaning Tamojna va Chegara qo'g'dash qonuniga asosan siz import qilgan mahsulotlaringizning ta'minlash zanjiridagi har qanday bosqichida majburiy amgak ishlatilmaganligiga kafolatlik qilishingiz kerak. Bu bir mas'uliyat va rioya qilishga tegishli qonun. Morgan apandi so'zining oxirida keng xalq ommasining hukumat organlariga moslashib, Amerikaning savdo inovatiga qora surayotgan, majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan mollarni Amerika bozorlaridan siqib chiqarishni talab qilib mundoq dedi. Har qanday bir kishi ta'minlash zanjiridagi majburiy amgakka munosabatli gumonliq ahvollarni bizga ma'lum qilsanglar bo'ladi. Sizlarning oddiy bir harakatinglar Amerika Ona Vatan Bexatarlikni qo'g'dash ministerligiga tashabbus qilayotgan xalqaro kishilik huquqni qo'g'dashga, bexatar ishlab chiqarish va qonunliq savdoni qanot yoydirishga yordami bo'ladi. Samimiylik bilan aytganda, biz birlikda harakat qilsak, Amerikaning bozoridan zamonaviy qulluqni siqib chiqarib yetalaymiz. Buningda hammamizning mas'uliyati bor. Oxirida Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi Amerikaning ta'minlash zanjiridagi majburiy amgakka chetishlik ahvollarni tekshirishni davom qiladi. Biz Amerikaning ta'minlash zanjirida majburiy amgakning bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. 12 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumati tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini shartsiz qo'yib berishini talab qildi. Mazkur bayonot Xitoy ishlari komitetining Twitter'dagi to'g'ri hisobida e'lon qilingan bo'lib, bayonotda mundoq deyilgan. Bundan 7 yil ilgari Uyg'ur bilim odami Ilhom To'xti tutqun qilindi va keyinroq bo'lgunchilik bilan ayblanib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. U tinchlik yo'li orqali Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida dialog boshlagan edi. U shartsiz qo'yib berilishi kerak. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining to'g'ri olinishida yana Ilhom To'xtining tarjima holi to'liq berilgan. Mazkur bayonotda yana Ilhom To'xti tutqun qilingandan keyin Xitoy hukumatining uning haqida bergan bayonlari, uningga 2014-yili 9-oyda Urumchida sud ochilib, jinoyat bekitilgan jarayonlar oy kunlari bilan tafsiliy berilgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining mazkur bayonoti e'lon qilingandan keyin, bu bayonot Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom va chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining olqishiga erishdi. Javhar Ilhom bu vaqtdagi mamnuniyatini ifoda qilib mundoq dedi. Men Amerika Xitoy ishlari komissiyasining dadamning ishini yana bir qitim o'ttirg'i qo'yganligidan minnatdorman. Dadamning 7 yildan buyon turmada qilishi meni qattiq andishaga soladi. Men Amerika hukumatining dadamni qo'yib berish uchun davomli Xitoy hukumatiga chaqiriq qilishini umid qilaman.
Amerika Dövlət Məclisi qarmaqidagi Qurolli qismlar mulozimat komitetining Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan a'zolarining Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Xitoyning Uyg'ur elidagi zulmini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy bekitishni talab qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Amerikadagi Washington erkinlik ko'rsatmasi gazetining xabar qilishicha, yuqorqi komitet a'zolarining 13 yanvar kuni Tashqi ishlar ministrligiga bu vaqtda yo'llagan talabnomasida mundaq degan: Xitoy Kommunistik partiyasi Şinjandagi Uyg'ur musulmonlarga qarshi zo'ravonlik, qiynash, tutib turish, majburiy tug'mas qilish va qul qilish qatorliq sistemalik va keng ko'lamlik harakatlarni yurgizayotdi. Uning harakati bu xalqni tubdan yoki qisman yo'qotish muddaosini aks ettiradi. Washington erkinlik ko'rsatkichisining aytishicha, Ovam palata a'zosi Jim Pankis va Joe Wilson barg'ansir ko'payayotgan dalil isbotlar Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarini jazo lagerlariga so'lash va ularni qul amgakchilarga aylantirish orqali irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ko'rsatib beradi degan. Ovam palatasining Cumhuriyetçi a'zolari Pankis va Wilson yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining rayonda yuz berayotganlarni irqiy qirg'inchilik deb belgilashi uchun yetarli dalil isbot bor deb qaraydiganligini eskartib, Xitoy hukumati Uyg'ur xalqini qasddan o'ldirish, qiyin qistoqqa elish, qo'lga elish qatorliqlar orqali Uyg'urlarni tubdan va qisman vayron qiladigan sharoitni yaratdi degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi navbatda Uyg'urlarga qaratilgan bu ziyonkashlikning xarakterini rasmiy yo'sinda bekitib chiqish uchun xizmat qilayotgan bo'lib, ularga bu vaqtda qilinayotgan chaqiriqlarmi kun sayin ko'paymoqda. O'tgan yilning oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshlamchiligida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri tarkibidagi 70 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandiga birlashma imzoliq maktub yo'llab, Amerika hukumatidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishni talab qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan o'tgan yili 9-oyda Londonda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurilib rasmiy faoliyat boshlagandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'urlar orasida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga iqtisodiy jihatdan yordam berish kampaniyasi boshlatgan. Shundaqla dunyodagi 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining qo'shilishi bilan qurilgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiri tarkibida maxsus Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga yordam to'plash komissiyasi qurib chiqilgan edi. Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining mudiri va Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga yordam to'plash komissiyonining mas'uli Abdujalil Ahmad apandi stansimiz orqali Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga yordam bergan bir qism tashkilot va shaxslarning tizimligini e'lon qildi. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Angliyada qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasininki iqtisodiy yordami uchun biz Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir qancha tashkilotlarga bir murojaat qilgandik yordamda bo'lishga. Endi bu Uyg'ur sud kollegiyasiga $400,000 dek bir iqtisod ketadiganga mo'ljallanib, shunga biz endi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yukni shu Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bilan birga ishlayotgan tashkilotlarga murojaat qilgandik. Bu tashkilotlardan bizga hozirchilik xilijiq yordamlar keldi. Men sizlarga bu har qaysi davlatlardan kelgan bu yordamlarni bir qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchidan, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi atrofidagi Qirg'iziston jamoatidan Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu sud kollegiyasiga yordam kelgan pul $11,600. Qozog'iston Uyg'ur jamoatidan kelgan Qozog'istondagi har qaysi tashkilotlar va shu yerdagi Qozog'istondagi jamoatlardan bizga yetib kelgan pul $31,908. Amerika Uyg'ur akademiyasidan kelgan pul $3,110. Yaponiya Uyg'ur jamoatidan Yaponiya Uyg'ur jamoatidan kelgan pul $11,000. Turkiya tashkilotlar birligidan kelgan pul $16,850. O'limalar birligidan kelgan pul $10,000 va €1,100. Kanada Sharq Turkiston birligidan kelgan pul $13,000. Kanada Alberta Sharq Turkiston jamiyatidan, ya'ni Mukarram xonimninki tashkiloti $1,500. Uyg'ur harakati tashkiloti $1,000. Uyg'ur yordam fondi raisi $2,500. Avstraliya Uyg'ur jamiyati $7,800. Avstraliya Victoria Uyg'ur jamiyati $5,769. Avstraliya Uyg'ur akademiyasi $2,120.
Avustraliya Tangırtaq Uyghur Ayollar Cemiyeti 1300 Avustraliya doları. Sirajiddin Azizi Türkiye'den 4000 dolar. Uyghur Tadqiqat Institutu 1000 Amerika doları 19442 Türk lirası. Uyghur Akademisi Türkiye'den 13500 Türk lirası. Şərq Türkistan Vahbi yani Muhittin Can Uygur'unki teşkilatı 1000 Amerika doları. Teklimakan Uygur Neşriyatı 2000 Türk lirası. Belgiya Uygur Cemaati 2255 euro. Uygur Adalet Teşkilatı ve Uygur Akademisi Avrupa Şubesi yani Şveycarya'dan 500 euro. Avusturya Uygur Cemiyeti 530 euro. Germaniya Avrupa Şərq Türkistan Birliği 2250 euro. Gollandiya Avrupa Şərq Türkistan Cemiyeti 2000 euro. Gollandiya Uygur Tibet Mongol Emkarlık Cemiyeti 300 Amerika doları. Gollandiya Uygur Kişilik Hukuk Fondu 200 euro. İle Meşrep Uygur Vahbi yani bu Türkiye'den 25.000 Amerika doları. Şərq Türkistanlıkla birliğe 17.480 Türk lirası 50 euro 100 Amerika doları. Şərq Türkistan Zakat Fondu Cemiyeti 20.000 Türk lirası. Türkiye Rüştü Okuvçuları 8.450 Türk lirası. Yani bir kardeşimiz 2000 Amerika doları verdi. Hem de bazı şahsilerninki ismini bir yerde bir xatarlik için mahbi tutumuz. Eğer halisa şula onu aşkarlaşık buldu. Norvegiya Uygur Komiteti 1000 euro. Amerika Uygur Birleşmesi 2000 Amerika doları. Daniya Uygur Cemaati 300 euro. İsa Yusuf Aliptekin Vahbi ve Şərq Türkistan Yaşlar Derneği birleşip 12.362 Türk lirası yani 1200 pond pulke Gross Britanya'nın polisi. Şveycariya Uygur Cemiyeti 1150 euro. Hem de teşkilatlardan bizge azırçılık yetip gelgen pulmuşu. Hem de bir qancha teşkilatlar yana va'da qilgan tehe o yetip gelmedi. Bularninki yetip kelgandan keyin bularni biz tafsiliy ma'lumot beramiz. Yani şu teşkilatlarninki bizge qilgan mushu yordami orqali bu inşallah Londonda ochiladigan sotimiz g'alabilik bir ochilib millatimizga xayrlik bo'lsa, bütün qarindoshlarninki mushu bizge maddi ve manevi cihetten bu Xitoyni sotqa tortish masalasida yordam qilgan bütün teşkilatlarga ve mushu teşkilatlar ichidagi rahbarlarga Dünya Uyghur Qurultayı nomidan minnatdorligimizni bildiramiz. Allah sizlardan rozi bo'lsin. Kasb tijoratinglar. Keyingi yillardan buyon siyosiy va iqtisodiy jihatda og'ir davolg'ishlar va milliy to'qinishlar yuz bergan Qirg'izistonning jiddiy vaziyati muhojirat yashayotgan Uyg'urlarni cho'nqur andishiga silayotgan nuqtalarning biri edi. Qirg'izistonda yaqinda oyoqlashgan prezident saylamining va referendumning muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. Bu qitimqi saylamda millatchi nomzodlardan Sodir Japarov apandi 80% ga yaqin ovozga erishib, Qirg'izistonning yangi prezidenti bo'lib saylandi. Shundaqla davlatning siyosiy tuzumini belgilaydigan bu qitimqi referendumda yana 80% ovoz bilan Turkiya tusini olgan prezidentlik sistemasiga ko'chish qaror qilindi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining Qirg'izistondagi vakolatchisi va tonilgan jamoat arboblarimizdan Ro'zmamat Boqiyev apandi Qirg'izistonda bu navbat o'tkazilgan saylam haqidagi ta'sirotlarini bayon qilib, mundaq dedi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 10 yanvar Qirg'izistonda referendum ve prezidentlik saylam o'tkazildi. Referendumninki maqsadi Qirg'iziston qaysi yo'lda mangdi, bu da prezidentlik cumhuriyet bulamdı ya parlamentlik cumhuriyet bulamdı deb bu birinci meselesi. İkinci mesele prezident saylash. Prezidentga 18 namzat ko'rsatilgan. Bunun da birinci turdala
80%'ga yakın saylamga qatnaşqanlarninki ovozi bilan prezident bo'lib Sadir Japarov saylandi ve 80% saylovchilar referendumda Qirg'iziston bundan keyin prezident cumhuriyet bo'ldi deb bunga ovoz berdi. Sadir Japarov 1968 yılı dekabr ayda Qirg'iziston Issiqko'l oblastida tug'ilgan. Özü okup şu yaş vaqtlarda mektepten keyin mektepte hem okuş hem işlep özü emgek bilen çoğun bo'lgan balalardan birisi. Özü Qirg'izistonda tonulgan siyasetçilerinin birisi. Çünkü bu 2000 yıllarında deputat bulup saylangan. Deputat Jogorku Kengeş bulup şu deputatlık vaqtlarında hakimiyetke özündeki narazılığını bildirip Qirg'izistondagi altın kanla halk için işlemeydi. Bunu ayrım adamlarga şahsi bay oluş için işleyatı deb muşu deganlari uchun bunu necha qitim hukumat bunga jazolarni bergan. Hatta oxirgi qitim 2017 yil ya 16 yilmi 11,5 yilga kesilib ketgan bu. Şu 4 oktyabrda bu Qirg'izistonda ilk parlament sayılım bo'lgan vaqtida xalq narazılıkta çıkıp ketip qo'zg'olon bo'lib şu 6 oktyabr kuni türmüden Sadir Japarovni xalq bo'shatgan. Şunun bilan bu şu kunlar buni deputatlar Premier ministr deb shunga bektilgandi. Bu undan keyin bu prezident namzatlıkka özünü gösterip mana prezident bulup saylandi. İnşallah Sadir Japarovning deyişçe Qirg'izistonda bundan keyin qonunliq ve turaqliq bir cumhuriyet buludu, muqimliq buludu. Bu yerda inşallah bir 4-5 yıldan içinde Qirg'iziston özünki chet eldagi qarzlarini beridi. Bu yerdeki hazır nurgun yani baylığı altın kanla bütün beri halk için işleş gerek bunu hükümet özünün kolluğu aldı dedi. Kırgızistan'daki halkla bütün beri hem de işenç bilen inşallah Kırgızistan'da yaxşı boludu hem de hakimiyet yaxşı boldu deb bu işençilik babı mümkündü. Assalamu alaikum. Dünya Uyghur Qurultayı ötken yılı her qaysı ellerdeki Uyghur teşkilatları ve Uyg'urlar arasında Xalqaro Uyghur Sud kollegiyasiga iqtisodiy jihatdan yordam berish kampaniyasi boshlatgandan buyon muhojirat yashayotgan vatansuvar xalqimiz bu chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib keldi. Bu jarayonda ko'zimizni yashartadigan intayin ta'sirlik manzarlar o'ttirg'i chiqdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi pensiyaga chiqqan onalarimizning o'zlarining ozg'ina pensiya muoshini, Turkiyada intayin qiyin sharoitda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning o'zlarining o'qish rasxotidan tejab qolgan pullarini Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasiga iona qilishi hammamizning qalbini larziga solgan go'zal manzarlar edi. Növbətdə Kanadada yaşab turayotgan Kanada Alberta Sharq Turkiston jamiyatining raisi, Dünya Uyg'ur Qurultayining Kanadadagi aktiv vakili Mukarram Qurban xonim ana shu fidokor qarindoshlarimizning biri bo'lib, Mukarram xonim Londonda qurilgan Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasiga yordam berish uchun o'tgan yilning oxiri qurilish shirkatiga ishga kirgan va qattiq sovuq va shivirg'anda qurilishda jismoniy emgak qilib topgan pulining hammani Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasiga udulliq yo'llab bergan. Hozirgacha uning sotqa qilgan bevosita yordami $2000 yetdi. Bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mukarram Qurban xonim o'zining bu vaqtdagi tushunchalarini bayon qilib, mundaq dedi. Assalomu alaykum, men Mukarram Qurban. O'tgan yil 11-oyning oxirida men xizmat boshlagan kunim, ya'ni qurilishda ishladim. Qurilish nihoyatda jafoliq xizmat, hammalar bilasizlar deb o'ylayman. Biz ayollar uchun texnik ig'ir ham jafoliq bo'ladi ekan. Shu yerda birinchi ishlagan kunimda İçimden kelgan tabiiy holda o'ylaganlarimni do'stlarga paylaşgandim. Ya'ni bu xizmatdan olgan maoshimni men Xalqaro Uyg'ur Sud kollegiyasiga iona qilganligimni deb video paylaştım naq maydonda. Bu video nurg'un do'stlarni o'zlari bir evatib, yaxshi ta'sir berganlikni anladım, hammaylar ta'sirlanganligini, yaxshi so'zlarni qildi menga. Men Uyg'ur Sud kollegiyasiga nihoyatda bir ümit bilan qarayman. Nurg'un ahamiyatları bor deb bilaman. Bu to'g'riliq nurg'un tashviqotlarni ko'rib kelyapmiz. Buningda har yerdagi guvohlik berishsa bir markazga to'planib yana
Norvegiya arxiv ombiriga to'planib u yerda tarjima qilinib xalqaro saviyaga loyiq hozirlanyotdi. Mana bu sud kollegiyasida mushu guvohlar xalqaro qonuniy mutaxassislarning tekshirishi, turlarga bo'lishi, rasmiylashtirishi, qonunlashtirishi bilan sudga hozirlanadi. Hem sud jarayonimi bu nurg'un dalil isbotlash uchun savol so'roqlar, javob berishlar o'xshash mana mushundaq bir haqiqiy bir qonuniy yo'llar sudda bo'ladigan ashundaq bir munoziralarning natijasida hukm chiqarildi. Demak, bu chiqarilgan hukmga inshaalloh qirg'inchilik degan hukm chiqarildi. Bu chiqarilgan hukmga xalqaro bununla bu jarayonlarni yozilgan materialni ko'rgan chog'da bu yerda boshqa bir fikrmi bo'lmaydi, boshqa bir ixtilofmi qilolmaydigan bir jarayonlar. Mushu inshaalloh irqiy qirg'inchilik degan bu hukm chiqarilsa, bizning vatandagi zulmning to'xtatilishiga sabab bo'ladi hamda xalqaroning bizga bo'lgan, Uyg'urlarga bo'lgan shu zulmlarga bo'lgan, har xil shu zulmlarga bo'lgan, dunyoning bu zulmlarga va bizga bo'lgan, Uyg'urlarga bo'lgan ko'zini ochadi deb qarayman. Hamda xalqarodagi nurg'un tashkilotlar, organlar, shaxsiy tijoratchilar, hatto yuqori ma'rif o'rinlarmi bundan keyin Xitoy bilan muomala qilganda, bir muomala qilgan vaqtda o'ylanib qadam bosadi deb o'ylayman ham umid qilaman. Sud kollegiyasiga mana shunday bir umidlar bilan qaraganligim uchun chin yuragimdan bir yordamda bo'ldim hamda har yerda buni tashviq qilib turdim. Avval men ishlashdan burun Kanada Uyg'ur jamiyati ya'ni chiqqan vaqtda $500 bergandim. Keyin xizmatni boshlagan chog'da maoshimni ashuna i'ona qildiganligimni qaror qilib $1500 maoshimdan $1500 Alberta Uyghur Association nomidan Uyg'ur sud kollegiyasining akkauntiga o'z qo'lim bilan ivatdim, soldim ham ularni topshirib olganlik xabarini oldim. Demek bu sud kollegiyasidan bu karar çıksa bizning işlerimiz için, davayımız için ait faydalı, onun için bütün dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarımning aktivlik bilan o'rindan dasturib bunga iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lishni, guvohlik beradigan ma'naviy jihatdan va boshqa guvohlik beradigan do'stlarning, qarindoshlarning vaqtida guvohlik berishni, bo'lib iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lishni umid qilaman, tashviq qilaman, tashabbus qilaman. Chunki bu bizning bir umidimiz, bir yo'limiz. Agar biz buni aktiv ovoz qo'ysak, shu sud kollegiyasidagilarga bir voy bu Uyg'urlar aktivkan degan bir iqtisod sababini to'xtab qolmay, bu mangsa aktivligimizni ko'rsatgan bo'lamiz hamda o'zimizning bir vijdoni rahat bo'ldi deb qarayman. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.